Bolla qo'rqinchilik kino ko'ramizmi? Ha, maza qilamiz. Bolla meni iqror ko'rgim kelyapti. Qanaqa iqror hazillashyapsanmi? Da, jin nima bu? Uyalmasdan iqror deydimi? Mayli, unda men o'zimni o'ldiraman. Nima deding? Bilasizlar, iqror ko'rmasam yashagim kelmaydi. Undan ko'ra o'lib qo'ya qoling. To'xta, bo'ldi, unaqa qilma. Bo'ldi, sen bilan birga iqror ko'ramiz. Shunaqa. Rostdanmi? Bu juda ham yoqimli jigarlar. Rahmat sizlarga meni hayotimni saqlab qolganingiz uchun. Xo'sh, bo'ldi, keyin Fedatga borib bu narsa yeb kelamizmi? Qornim ochib ketdi. Yaxshi fikr. Meni gumma yegim kelyapti. Mazaliroq narsa yesam bo'lmaydimi? Men gumma yegim kelyapti. Sovslariga botirib. Qanaqa yana gumma? Jinnur asablarim qo'zyapti bilan. Xo'sh, kattasidan yeysizlarmi yoki kichkinasidan? O'zidan gumma yeyman. Qo'ysangchi jigar, bir safar burger yoqqa teshib chiqadimi? Gumma. Mana burger yegim kelyapti. Hozir o'zim otib tashlayman. Yo'q, xudo. Unaqa qilma o'rtoq. Shuni aytganni qilamiz. Men nima dedim? Gumma yegim kelyapti dedimmi? Gumma yeyman, la'nati.